Assalomu alaykum. Do you speak English? Yes. How long have you been learning English? About 6 months. 6 months? That's great. O'zbek tilida 3 ta gap beraman. Hech bo'lmasa ikkitasini ingliz tiliga tarjima qilib bera olsangiz, 100 ming yuta olsangiz bo'ladi. Kelishdingmi? Hop. Birinchisi, do'kon hali ochiq va u yerda odamlar ko'p. The market is open yet, and has a lot of people. Great. Ikkinchisi, agar sen hozir kelsang, birga ovqatlanishimiz mumkin. If you come now, we are 8 together. Birga ovqatlanishimiz mumkin. We may eat together. We may be kerak emas, Okay. Lekin ketma-ketligini o'zini to'g'rilab bersangiz bo'ldi bizga. Hop, YouTubemi, Instagram bormi sizlarda? Yo islom deb yozsangiz, bizning kanal kelib chiqadi va o'sha yerda 500 kishini xayolga kelgan gapni ayta oladigan darajaga olib chiqdim deb nomlangan dars bor. Bu men har kuni boradigan joy. The place I go to the every day. Bu men har kuni boradigan joy. Bu. This place I go to the. Yutishingizni bizdan xohlaymiz. Shoshmang, siz yordam bering, keling. Bu men har kun boradigan joy. This place go every day. Okay. O'zingiz nima o'rganyapsiz? Universitetga kirishchi. Qaysi universitet? Jahon tillari. Okay. Tabriklayman. And this is for you. Thank you very Rahmat. much.